Haqiqatan nihoyatda murakkab bir vaziyat bo'lyapti deganingizdek. So'zlab o'tganingizdek, ta 2001dan boshlab qilsaqmi Amerika Afg'onistonni urgan vaqtidami aslida Pokiston hozirgi Taliban hokimiyatidami Pokiston ko'rinishda Amerika tarafda turgandek, Amerikani qo'llagandek qilgan orqa jihatdan Talibanlarni qo'llab, keyin 2021-yil hokimiyatga kelgandan keyin bularni dunyoda qo'llashga erishtirish uchun bir harakat qilgan bir xuddi sirtqi ko'rinishda bilgan xuddi Afg'oniston Pokistonga xiyonat qilayotgandek. Ham uning ustiga hech bir jihatdan selishtirgan vaqtida kuch jihatdan Pokiston bilan tenglashaladigan bir vaziyatda bo'lmay turib, bundaq bir harakatga Pokistonga hujum qilishi va Hindistonning oxirida so'zlab o'tganingizdek Hindistonningki munosabati yaqinlashib, xudodan mesela Pokiston deyotib, sen Hindiston uchun urushyapsandir biz bilan deb. Ba'zi bayonotlar qarasangiz, Hindistonninki qo'l cho'moqchisi bo'lib urushyapti biz bilan degandek. Hindiston bo'lsa Afg'oniston Hindistonmi shuningga Afg'onistonning yanida turib Pokistonni tanqid qilyapti. Shu. Xitoydek o'ttirida turib urushidanni ayirib qo'yay degandek bir pozitsiyada emas hamda. Yani Afg'onistonning tarafini tutyapti. Bunda bir paytda Pokiston tabiiy bir ahvolda bu ishning oqisida shu Hindiston kuchga yetyapti degan bir tushunchani paydo qildi. Bunda bir paytda Xitoy bu ishga aralashishlar lozim. Chunki Xitoy xeyli yildan bu yana shu bo'libmi shu yangi Afg'oniston hukumati qurilgandan keyin Pokiston, Afg'oniston, Xitoy deb uch taraflik yig'in qilib kelgan. Bu yig'inda hamda shu masalalarni hal qilishdi. Xo'sh. Shu ikki davlatning orasidagi jidalni. Ammo hozirgacha buning bir natija olmadi hamda. Xitoy ham Afg'onistonga hamda Pokistonga yaqin bo'lgan taqdirdami bu masalaga kelgan chog'da yolg'izlar jim turinglar, urushmanglar, so'qishmanglar degandek gaplarni deb qo'yib qarab o'tiryotdi. Demak, ya Xitoyninki kuchi yetmayotdi bu ishga, yoki bular urushsin, bir-birini yesin deyotgan bo'lsa kerak. Faqat bunda bu ish agarda jiddiylashib ketsa, Hindiston aralashsa Xitoyga foydasi yo'q hamda. Xo'sh. Ana Afg'oniston hukumati Hindiston bilan agarda shu strategiya hamkorlik munosabatlarini qurib, munosabatlar yaqinlashib ketsa, Xitoyga mas'ul. Shunga Xitoyninki bu ikkisini ayirib qo'yishda kuchi yetmaydigan o'xshaydi degan bir ma'no chiqadi tabii. Xo'sh.